va hamma bosh hakamga qaraydi. Penalti belgilandi. E'tiroz uchun G'olib G'aybullayev ogohlantirildi. Sharrom Muhiddinov emas, bu Eshmurodovga ko'rsatilgan sariq. Nasab vakillari hakamni o'rab oldi. Juda jiddiy e'tirozlar bildiryapti. Bilmadim, futbolchilar hozir bu epizodni qanchalik ko'rishdi. Ishonch bilan yo'q penalti deb Rustam Lutfulinga hakamlar tashlanib qoldi. Futbolchilar hakamga tashlanib qoldi. Lutfulinga Nasaf futbolchilari. Muhiddinov o'zini ushlab tura olmayapti. Eshmurodov va G'olib G'aybullayev ogohlantirildi. Epizod ketidan yuzaga kelayotgan vaziyat mana shunday. Futbolchilarni tabiiy tushunish mumkin. Mana bu e'tirozlar. Qizil olmasa bo'ldi kimga? Menimcha qizil bo'ladi. Kimga? Berdiyevga. Ro'ziqul Berdiyev maydonga tushganligi uchun qizil kartochka ko'rsatilyapti unga. Aslida bilasizmi, Ro'ziqul Berdiyev maydonga futbolchilarni tinchlantirish uchun chiqdi. Mayli, baribir tushib ketmasligi kerak edi, lekin u nimadir degandi. Bilmadim. Bu endi keyinchalik hakamlar markazi tomonidan aytiladi, bayonot beriladi. Bugun o'zida bayonot kutib qolamiz hakamlar markazidan. Bu yerda katta guruh onlayn kuzatuvlarni olib boradi. Bu yerda hatto VAR bilan ham bog'lanib imkoniyati ko'pgina mutaxassislarda bor hakamlar markazida. Shuning uchun menimcha bugun o'zida bu penalti bo'yicha izoh ham beriladi. Mana bu qizil kartochka bo'yicha ham izoh berilsa kerak. O'yinning so'nggi daqiqalari mana shunday tortish